谁见过水晶般的冰山，野马似的血水河，冰上埋藏着珍宝，血水灌溉着天河，野马平川的戈壁滩哟，放开火炉唱歌，河水向东流，太阳又东升，爬上了撒烈尔的高山顶，朝家望着北京城，航海连接着天边大山，冲破了云层，维持万里的文娱啊，捎份心眼儿到北京。Aman, qarang, o Gülendam açam qo'y. Berib qarab baqayli. Ha, cho. Gülendam acha. Nim bo'ldi? Nim bo'ldi ekan tang? Qo'ylar tarab ketib, har qancha qissam yig'amayapman. Kerak yo'q. Qo'y beqishga mening tajribam bor. Qo'ylaringizni men yig'ib beray. Cho. Amir. Qo'ylarni qasddan qo'yayotgan edim. Sizga deydigan gapim bor edi. Men gazarmaning oldidan o'ssam, sizni ko'ramanmikin deb qo'y baqqili chiqaman. Lekin bir qancha kundan beri sizni zodili ko'rmadim. Qarovulxonaga vazifa ijro qilmagan edim. Taqqa bir chiqib kelsak, 3-4 kunda qaytib kelamiz. Nima vazifa u? Taqqa nimishqa chiqsizlar? Bu tog'da qardan boshqa uchar qushmi bo'lmasa? Harbiy tursak, vatanni qo'g'daymiz emasmi? Gülendam, qo'ylaringizni biz yig'ib beraylik. Cho. Amir. Siz rastilla meni yot ko'rdigan bo'lib qapsiz. Men amalning yo'qligidan yotliq bo'ldim. Sizni saqlab turamaginim uchun ko'nglingizda mendan nafratlanayapsiz. Bu gaplarni tilganmaydi. O'tgan ishga salavat. Siz hozir Navruzning xotini. Sizga baxt tilayman. Lekin men baxtli emas. Har kuni sizni eslayman. Agar siz bilan uchrashib qolmagan bo'lsam, balkim Navruz bilan baxtli o'tgan bo'lar edim. Biroq hozir men uchun har bir kun nihoyat tezlikda o'tadi. Sizni rostila unutib ketaman. Necha qitim qishingizga istab boraymi deb yana boshqalarning so'z cho'chaq qilishidan qo'rqdim. Hozir ko'nglim bek perişan. Sizni seg'inib chidayolmay qolganimda gazarmaning oldiga berib saqlab turadigan bo'lib qoldim. Ko'nglimda sizni yiroqdan bo'lsa-mu ko'rib olsam, rozi bo'lar edim deyman. Biroq sizni ko'rgandan keyin ko'nglim yerim bo'lib qoladi. Taqdir to'limi adolatsiz bo'ladi ekan. Gülendam, meni burunqideklar aka deb chaqiravering. Cho. Gülendam acha, yig'labsiz-ku. Ko'zimga qum kirib ketdi. Muztag'ning havo klimati bek o'zgarishchan. Yoz faslida issiq bo'lgani bilan sovuq bo'lib qolsa, pichoq sanjigandek chidag'ila olmaydi.
Şunun bilan ko'zimizdan yosh, yuragimizdan qon eqib, burunqi shodaman kunlar kelmasga ketadi. Xuddi she'r o'qigandek shoirona so'zladingiz. Gülendam acha, bundan keyin qo'ylaringizni bu atrofga etganman. Mustaq yaqinlashgan sira havo shuncha sovuq bo'ladi ekan. Har qancha tonlasaqmi sizlardek tonlamasmiz. Sizlar har kuni shundoq egizlarda qattiq jafo chekadigansizlar, qachon? Azodlik armiya har qanday jafo bo'lsin qo'rqmaydi. Sho'jafang, bu qog'oz parchasini yig'ib nima qilasiz? She'r yozaman. Daftarim she'ri to'shib ketdi. Oyey. Qo'lingiz ushib ketibdi-ku. Uyimga bering. Qo'lingizni qo'ymay bilan maylab qo'yay. Ha. Yura. Chu. Amir, uyga kirib bir piyola etgan choy ichib, ondan keting. Bo'ldi. Yaxshisi qo'ylaringizni qo'tanga kirgizib bering. Sho'jafang, sizlarning u qorovulxonanglar qanchalik egizlikda? U yerda qor laylisi bormi? 6000 metr egizlikdagi tog'da qor laylisi nima qilsin? Shunchalar egizmi? U yerga chiqsangiz beshingiz qoyamdi ekan. Dastlabda bardosh beramadim. Bir kundimi chiqib bo'lolmagan edim. Hozir ko'nib ketdim. Tog'ning janubidagi kungay qiyadan 2 soatda chiqib bo'laman. Ha. Undaq xeyli jafo tortdi ekansizlar. Siz de kichik tursangiz, qandaqmi chiday olasiz? Men degan azodlik armiya jangchisi tursam. Chu. Amir, kep qapsiz-ku. Navruz, qaytib keldingizmi? Boya qo'y beqivassam, qo'ylar tarab ketib edi. Sho'jafanglar Amir ishkisi qo'ylarimni yig'ib akab berdi. Azodlik armiya jangchilari bek oq ko'ngil ekan. Bir yutum suvmi ishkilanimidi. Unda qilsangiz qandaq bo'ladi, Amir? Keling, uyga kirib bir oz isinib eling. Bo'ldi, rahmat. Qismga qaytadigan vaqtimiz bo'lib qoldi. Darhol qaytmasak bo'lmaydi. Sho'jafang, Ha? mangayli. Gülendam acha, biz mangdoq. Xo'sh, Xo'sh, hamsa Amir. xo'sh. Nimaga oltiraysiz? Gülendam acham bu paydan hech kimizga berdi. Qani elang. Chu. Chu. Yo'ldoshlar, hozir biz Tahirda duch kelayotgan ahvollarga asosan Mavjushining xalq uchun xizmat qilaylik degan maqolasini yana bir qitim o'rganishimiz intayin zarur bo'layotdi. Ko'pchilik bu qitim o'rganishni oyoqlashtirishdan ilgari o'zinglarning xotir daftarini yana bir qitim ratlab chiqib, qandaq masala bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Sho'jafang, Dan degan xatni qandoq yozdi? Dan? Oddiy ma'nodagi danni yozamiz. Mu deganni-chi? Mu? Turib, ha? Ha? Do'dashim. Ha? Urg'achi ma'nosidagi muni qandoq yozdi? Ey, sen aramizda o'gangil xat topamagandek. Erkak urg'achi degan xatlarni Ona vatan degan so'zga shu muni yozamiz-ku. Jefang, nim bo'ldi? Rinbanja Mana.
Bilmeymen desanglar bo'lmadimi? Ama Tuanjandan telefon keldi. Tağni qar qaplab ketganligi uchun naqliyat atritidagilar suvbosh muz dovonida to'silib qoldi. Shuning bilan qaytib ketishga majbur bo'ldi. Tuanjan hozir amalni izlab o'tibdi. U bizdan barliq qiyinchiliklarni yengib, yana bir mezgil bardoshlik berishimizni talab qildi. Bir mezgil degani qancha vaqtga? Balkim 20 oy bo'lsa kerak. Peyda. Bu qo'limizdagi oshliq 5 kun yeyishga yetadi. Adapның özlü boptuğu bu. Qarıslı adamның köngli ilişidir. Xo'jayininglarni mushundoq kutamsizlar. Ağçı ayım, öyümüzdeki açlıklar tügep kaldı. Buğday unu mu tügedi? Keyinki tamaq vaqtida belki namı yoxup qalamıkin. Öyümüzde şunchacık altın kümüş maldaniya turuqliq tamaq mı yemaydigan iş bulamdı? Hazırki ahvalımız man şundaq. Altın kümüş pulga yargını bilen onu yegili bo'lmaydi. Endi bir amal qilmasak bu yerda açlıktan ölüp gitimiz. Balam, adamni undaq qo'rqatmasanchu, undaq ishlar hergiz yuz bermagay ilohim. Ana, to'yg'ichi yeb olaylik. Bundan keyin mush tamoqni mu to'yg'ichi yeyishimiz natayin. Begim, tek tamaq yemay turibli ketdi lo'g'u. O'zim yolg'iz birdam turib olay. Siz bilan rasmiy so'zlashib baqay deyman. Siz men muhofazat qilmasam hech kim qumdovondan chiqib ketamaydi degan edingiz. Hozir sizdan shuni o'tinmoqchiman. Uyimizda yegidek ochliq qolmadi. Bizni taxirga yo'lga sep qo'ysangiz bo'pti degan. Aslida mush ishmidi. Xotirjam bo'ling. Qo'shinimdagilarning hammasi ochliqdan o'lib ketgan taqdirdami, uyingizdagilarni hargiz osh qo'ymayman. Hozirla uyingizga ochliq avatib beray. Menga ochlig'ingiz kerak emas. Men qumdovondan ketsamla bo'ldi. Bundaq deb turib olsangiz to'g'ri bo'lmaydi. Sizga boshdan oxir yo'l qo'yib kelyapman. Sizni qiz bola ekan demisam, allaburun jazolagan bo'ladi. To'g'ri. Xuddi Tangri sizni jazolayotgandek, siz ham meni jazolay olasiz. Hozir hammamiz o'xshashli qiyinchilikqa duch kelib, hayot mamotlikda yetib turyapmiz. Buni siz mendan obdonroq tushunasiz. Shunga bizga hayotlik yo'l berishingizni umid qilaman. Vaziyat qancha jiddiy bo'lgan sari qiyinchilikqa birlikda taqobil turishimiz, bir amal qilib bu qiyin o'tgandan birlikda o'tishimiz kerak. O'zingizni o'zginimi aldayman demang. Siz degan harbiy qo'lida temirning suniqimi bo'lmagan fuqarolarga tahdid silishning hech nimaga arzimaydiganligini aytib obdan bilasiz. Sizning maqsadingiz ularni top o'qiga yem qilib berish, shundaqmi? Aytligingiz to'g'ri bo'ldi. Oldingizda baq xijilman. Bu favqulodda mazgilda qo'llanadigan favqulodda strategiya hisoblanadi. Men Majenjoning yigidak osh tomog'imni bo'ladi ekan, uyingizdagilarni hargizmi osh qo'ymayman. Ayina, yanılı sen kargı keldin kızım. Bir qancha yığız geping bilanla Majenjon uyimizga ochliq akab berdi. Demedim-mi? Allah bizni ig'ir kunga qo'ymaydi. Ne bo'ldi qizim? Bu ishdan xushal bo'lsang bo'ladi-ku. Xushal bo'lamayotman ana. Bu oq un nimadan derak berdi bilamsiz? Majenjon bizni hargiz ketgili qo'ymaydigan o'xshaydi. Bizning taxirga ketish orzuyimiz bu yaqinda amalga oshmag'idek. Sunfugan, oyna taqdiriga tanbamaydigan qizgan. Moni begimga bo'lgan ta'sirmi yomon bo'lyapti. Bu ishga yaqinda diqqat qilaylik. Yana bir chatoq chiqib qolmasin. Men o'rinlashtiray. Yengja, qo'shinimizdagilarning kayfiyati toza yaxshi emas. Birodarlar nayt tezda g'alaba qilamiz deb o'ylab ekan. Bu yerda uzoq turib kelib, moddiy ashyolarimiz bag'asini xo'rayotdi. Oziq-tuliklar tugab qolay deb qoldi. Pinhan Marvoyatga yana telegramma ba. Onundan xabar kelmagili uzun bo'ldi. U chorvachiga bola tug'ib berman deb o'ltiramdi nima? Xo'p.
Qachonmi bug'doyniniga eg'izimiz tega. Men sergardan bo'lib yurgan chog'larimda shundoq o'ylaydim. Bir qancha kunlab tomoqmi yemaydim. Jefan, tamog'imiz deymizmi bek ozob kelyapti. Qo'sig'ini bek ichib ketsa, kamarni texmi ching'roq bog'ilib ol. Bu bo'ladigan chari. Hozir 20 necha kun bo'lib qoldi. Qashqardan keladigan moddiy ashyolar endi yetib kelamisa, o'q-dora, uzuq-tulikimiz tugab ketadi. Hozir qahatchilik bek ig'ir bo'layotdi. 100 yildan buyon ko'rilib boqmagan zo'r tabiiy ofatga uchirdik. Fuqarolarning ko'pchiligi bardosh qilib bermayotdi. Majanjan ularning mol-varollarini bulab ketdi. İşpiyonlar otlaqqa o't qo'yib berdi. Gerçi Moni begimning o'tligi aman qolgan bo'lsa-mu, lekin bu qatam qishivergan o't cho'plarni ushitib o'tdi. Nurg'un fuqarolar qo'ylarini o'ltirib tugitib o'tdi. Chorvachilarning chorvasi bo'lmasa, hayot kechirolmaydi emasmi? Fuqarolar, biz ozodlik armiyaning yıldızımız. Bo'libmi, mushundaq ahvolda. Ular bilan jafo mushaqqatda o'zaro hamdamda bo'la olsaqlar, ondan bu qiyin o'tkaldan o'tib ketalaymiz. Qandoq o'tib ketisizlar? Qo'shinning ahvolini obdan bilaman. Ochlig'imiz yana qancha uzun yetadi? Qancha uzun yetdi? O'zingiz bir nima deb beqing. Bu suyiqashni ko'rib beqing. Qaynoq suvdan farqi yo'q. Hozir osh tuzimi yonimi qolmadi. Jangchilar faqat kuniga bir kapamdi. Arpa talqinli yelaydi. Hocam, bugundan boshlab har bir jangchi kuniga yarim kapamdan arpa talqini yeb tursin. Tejab qolgan yarim kapamni chorvachilarga tarqitib beraylik. Payjon, bu jangchilar charlashga chiqadigan, ham po'sti turadigan tursa, qo'sig'i to'ymayotsa, vazifani qanday o'rinlaydi? Biz xalqning armiyasi. Xalq bo'lmasa bizning kimga lozimimiz qoladi? Buni bilaman. Armiya bilan xalqning munosabati beliq bilan sudek yaqin. Lekin hozir jangchilarimizning qo'sig'imi to'ymayotsa, ochliqni fuqarolarga berib bersangiz, bu qumga suv sepgandeklar ish bo'lmamdi. To'g'rimi? Bugungi shunday qilamiz. Atichu. Ata. Ataning ish uchun bir amal qila oladiganingizga ishonaman. Payjon, imom xonim bizga oshliq qilib kelibdi. Ha? İmam Axunum. Yan Peycan. İmam Axunum. Teştirdinlarmı? Qarang, bu masjidimiz bir qancha yildan buyon yig'ib qo'ygan 5-chi oshliq edi. Buni har qaysilarga taqdim qilib akeldim. Hammamiz bu qiyin o'tkaldan birlikda o'tib olaylik. İmam Axunum, sizlar ep kelgan bu ochliq bizni o'limdan qutuldirib qoladigan bo'ldi. Men barliq jangchilarga vakolatan o'zlariga tashakkur aytaman. Rahmatni men aytmang. Kaminingiz bir tarafdan toat ibodat qilib, yana bir tarafdan o'zimningla qo'rsig'ini to'xlab o'ltirsam, Alloh meni jazolaydi. Biz ozodlik armiya ham shahrimizdagi fuqarolar bilan hayot mamotda birga bo'lishni xohlaymiz. O'zlariga ko'pdan ko'p rahmat, Imom Axunum. Marhamat. Xonmajon, mehmonlarni ishxonaga boshlaydi. Yuringlar. To'y cho'qqisiga o'rlashtiradigan portlatqichlar tayyor bo'ldi. Harakatni qachon boshlaymiz? Bu gapingizni qo'ying. Ular darhol oshliq yetkazib beringlar deb oldiryapti. Moshundaq chaqda harakat boshlasak, o'zimizga go'rk olgan bo'lmaymizmi? Biz ular hamdardni bo'g'il kelmagan. Balki ularni yo'qotqili kelgan. Biroq bu qahatchilikdan dam-olliqqa qutulg'ili bo'lmaydi-da. Nimaga oldiraysiz? Hozir oldirashga tegishli odam Yanguan Xay bilan Qashqardagi Gingjong. Ularning shahardagi fuqarolar bilan qarolmay qolmaydi. Karvon kelib qolsalar, biz nechatlikqa erishalaymiz. Undaqda qumda o'rnadigilar qanday qiladi?
Yengcan, Pinhan Mörayeddin telegramma kepti. O'qi. İyiq uzun taptık. Biroq Tahar shahri qattiq qahatchilik ichida qoldi. Şoňa harbiy açlıq bilan ta'minlayamaymiz. Özüňlar hal qilinglar. Özüňlar hal qilinglar. Özümiz qanday hal qilar ekanmiz? Hozir bulaydiganmi ya bo'lmasa? Hozir Taharni ishg'ol qilgan taqdirdami, quruq o'stanga marab bo'lib qolamiz. Hech nimaga erishamaymiz. Yangonxayga o'xshash ahvolga tushib qolamiz. Bu bir kulkulik ish bo'lmamdi. Ölmegen canlı ümit bad etken. Bu qiyin o'tkaldan o'tamasligimizga ishonmayman. Malaikaga bevosita telegram berib baqamdiq ya. Malaikaning zoti kimligini hech kim bilmaydi. Buni Pinhan Marvoyatmi bilmaydigan tursa. Malaika hozirgi ahvolimizni bilamdigandi. Cho'nxon qiz. Hozir kunimiz bag'ansiri tasib ketyapti. Bu qo'ylar jenimizni saqlab qolishdiki, oxirgi umidimiz bo'lib qoldi. Shundoq. Shu kamgacha ochliqning dardida zotili tatib baqmabdi ekanman. Ash yalang'och kishilarning nima uchun esen ko'tadiganligini oxir tunib yetdim. Hamon o'ladigan bo'lsaqmi, ular bilan bir elchib baqquliq. Cho'nxon qiz, hargiz bu niyatda bo'lmag'aylar. Ularning qo'lida qurol bor. Sizlar ularga tankilanmaydilar. Uning ustiga bu askarlarmi echirqab ketgan bo'rilardek bo'lib ketdi. Aman baytaga. Ketaylik. Cho'nxon qiz. Bo'rilar keldi. Oho. Sizlar nima qilmoqchi? Yana qo'ylarimizni bulmoqchimi? Och qoldik. Elg'o bir necha qo'y ekan. Odam bo'lsa bulab yerdimiz. Haydanglar. Hey, unda qilmanglar deyman. Hey, unda qilmanglar. Hey, derhal Mayıncan qaytın. Jahandar bilan Aynan xon qiz jani erishib qoldi. Tez bo'ling. Ma'qul. Qo'ylarimni qo'yib. Qo'yib dedim. Ko'zimni yo'qot. Bo'lmasa o'ldirdim ben. Taqamiz. Qo'lingizni torting. Voh, voh, voh. Jahandar Yingjan, siz degan mening qo'l ostimdagi odam. Sizga buyruq qilyapman. Bundaq gapingizni qo'ying. Birodarlarim sizga ishongashga orqangizdan billa kelgan. Amdilikda ular yigidek birini topolmay ochlikda o'lsinmi? Birodarlarimning jini mush ayolning bir qancha qo'yig'imi tang bo'laman degan. Bu bir qancha qo'yning ish emas. Bu degan Moni begimning uydagilarning hayotiga berib taqiladi. Bundaq yiqimliq gaplaringizni qo'ying. Meni qayta to'sig'ingizni qaraganda mush ayollar mabdum bo'lib qolgan o'xshamamsiz. To'g'ri. Men musha ayol uchun shunday qilyapman. Biroq siz degandek emas. Acaba ayollarning avval o'lib ketishiga qarab turamdi? Yaxshi-ku. Bu ayol bizni mo'yin bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi qilaylik. Bu qumdovandimi turmaylik. Birodarlar, ma'yli. To'xtang! Siz mushu ayolni deb men bilan ilishmoqchimi? Men sizning bexatarligingizni ko'zda tutyapman. Odamning zot yashamaydigan bu zaminda tog'ning u tarafiga tutishadigan yo'llarning hammasida ozodlik armiyaning qaravullari bor. Qaramlik qilsangiz, butunlay halok bo'lasiz. Ozodlik armiya botirib bormayman. O'lmagan jonda umid bor debgan. Chigirdan o'tib ketaman. Chegirdan qurolliq o'tib ketsangiz boshqalarning ziminiga tajovuz qilgan bo'lasiz. Bu ikki davlat munosabatiga berib taqiladi. Yana bir xil yo'l shuki, ularga taslim bo'lib, shu davlatning tavalligiga o'tsangiz bo'ladi. Bu ikki yo'ldan qaysisini tanlaysiz? Askarlarimning qo'zig'ini baqsizlar. Qaysi yo'l bo'lsa bo'laveradi. Men majanjanli bo'ladi ekanman. Bu yo'lning har ikkilisiga muammoysiz. Acaba mush yerda ochliqda halok bo'lishni kutib o'tiraveramdiq. Men cho'qim amalni qilaman. Mana shuni.
Bayli! Ayina, bugün siz azarayıp qaldınız. Bununla mening askarlarimni yaxshi boshqurmaganligim emas, balki sharoitning nacharligi sabab bo'ldi. Açlıq degan qo'shinni halokatga ip bordi. Rostini desam, birodarlarimning ochliqdan holsizlanib ketayotganini ko'rib, qo'ylaringizni bulab kelib o'ltirib yegizayotgim kelyapti. Bugun meni bek ta'sirlantiryaptingiz. Lekin hech tushunamadim. Hozir oldingizda hayot mamatlikdan iborat ikki yo'l turibsa, nemishqa tahar qaytish yo'lini tanlamaysiz? Kim meni taharga qaytqisi yo'q deydi. Kimning odamni saran qilib qo'ydigan mushundaq joyda yashag'usi bor. Tahar, mening ham birodarlarimning haddi hisobsiz qon tari singan joy. U yerning taqdiriyalari, o'tkiyalari, hatto bir tal teshig'imi cho'nqur mehrim bor. U go'yo olqinimdagi siziqchilarga o'xshash hayotimga naqshlanib ketgan. Biroq hozir hamma narsadan ayrilib qoldim. Bir harbiy uchun aytganda, jang maydonida o'lmaganligining o'zila eng zo'r nomus tursa, taslim bo'lsam qandoq bo'ladi? Bu yerning muhiti haqiqatan jafoliq. Buni o'zgartirish qo'limdan kelmaydi. Shundaqdimi o'zimni qaysarroq tutmasam yana bo'lmaydi. Ahvol mushundaq tursa, yana nemish qo'lar bilan turkishaversiz. Bu bir e'tiqod. Odam mayli qanchalik mushkulotga dushgan bo'lsin, ruhiy jihatdan tushkunlashmasla bardoshlik bera oladi. Undaq bo'lmaydi ekan, hamma narsa tugaydi. O'z vaqtida taslim bo'lmagan ekanman, hozir taslim bo'lsam hargiz bo'lmaydi. Taslim bo'lib qolsam, qo'saq beqish uchunla shundoq qilgan bo'lib qolaman. U chaqda ishdan nima farqim qoladi? Baya jahandarni cho'qim amalini qilaman deb yo'lga soldingiz. Amaliyotda hech qanday amalingiz yo'q, to'g'rimi? Bu men o'ylanayotgan masala. Ayna. Esingizda bo'lsin. Bundan keyin ish qilganda aql farosatga tayining. Jasoratlik, ammo farosatsiz odamlardan bo'lib qolmang. Ayna! Ha, dada. Ayna, ular bilan elishib qolganingni anglab, qo'rqib ketdim. Majanjang bilan jahondar sana azar berib qo'ymagandi. Yo'q, dada. Majanjang meni qo'g'dab qoldi. Qarsam u men o'ylagandek undaq askar odam emas ekan. Harbiy bo'lgani uchun uningmi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor ekan. Hozir qahatchilik bizning tahardil yuz berib qolmasdan, yana majanjang saqlayotgan qum davondimi yuz beryotdi. Menimcha majanjang u yerda cho'qim uzoq turolmaydi. U jazman jon talishadi. Jazman quturaydi. Shunga bu shiyorlikni hassilab oshirishimiz, qorovulxonlarni saqlashni hargiz bo'shashtirib qo'ymasligimiz, har vaqt jangovar holatda turishimiz bak zarur. Hozir qahatchilikdan boshqa kasalligim bir masala bo'lib qoldi. Yo'lni qor o'zib qo'ygandan boshqa qo'limizda aram 5 kun yetkidekli ochliq bor edi. Hozirgacha to'p-to'g'ri 30 kun bardoshlik berdik. Jangchilar orqa-orqadan qizitni so'rlab, zukkamdab ketyotdi. Bizning banda 3 jangchi yiqilib qoldi.
Әмілі күчіміздің жәңгіварлығы көрінерлік алды төвәлләп кетіп атыды. Доклад. Nima ish? Yanbaycan, Liu Shevin suluq ishq kesili giriftar bo'pti. Nima? Bundaq egizlikda so'liq ishq kesili ko'rilsa, odamning hayotiga tezlik xavf yetmamdi. Umi o'zining bo'lolmayotganligini his qilib, dori ichish, tamoq yeyishni rad qilg'ili 2 kun bo'lib qoldi. Hozir gap qilg'idek madori maqammidi. Yuringlar. Şöyle. Gözünü açsan gör. Şöyle. Bunu içip etken. Beden degan inqilobning dasmoyisi. Buni da ayrılıp qalsaq bo'lmaydi. Qani, bir qo'shiq bo'lsin içip etken. Hozir bu o'rinda tamoq yesam isrof bo'lib ketadi. Bu tamoqni yanada qorovulxonadagi yo'ldoshlar yesin. Buni tamoq deb qaramay. Belki salomatligingga shifo bo'ladigan dori deb bilgan. Mendan buyruq. Buni içip etken. Beycan, buyrug'ingizga bir qitim xiloflik qilgan bo'lay. Sizga deydigan gapim bor edi. Bo'ladi. Qani degin. Dava. Beycan, eliqi chog'da 3 kun tamoq yemaymi? Alvostonning istiqomini kun qilib o'tganimiz esingizdami? Esimda. Shundoq aniq esimda. O qitim Beycan, bak kaskin shundoqla ajoyib muvaffaqiyatli bo'lgan. Hammamiz rosa buxodan chiqqan edik. Shundoq. Beycan, o'zimni bek sharafli his qilaman. Anam bir parcha xat yozib olsangiz, u menga bir qizni tepib qo'yibdi ekan. Bir qancha qitim meni oldir deb cho'vin. Butun junko ozod bo'ldi. Sen nimishqa tehichi qaytib kelib, to'yingni qilmaysan deb xat yozib ekan. Onangga deb qo'ying, u qiz meni kutmasin. Şöven. Şöven. Yo'ldosh Tingshuichen, siz darhol naqliyat otryadini boshlab Targ'a qarab yo'lga chiqing. Yo'ldosh Yang Guanghayning amni bardoshlik bayjili qolmadi. Endi kechiktirishga bo'lmaydi. Xolyanjan, siz qo'g'dashga mas'ul bo'ling. Eng tez surat bilan kech kunduzlab yo'l besib 3 kun ichida manzilga yetib berishinglar kerak. Xo'p. Bu qitim əvətkiriniz hayatımızda qutquzulğan nicatlık açlığı. Bunu kütüyü verip gözümüz teşilip gitey dedi. Göntoncan. Bu qitim yolunlağı bekten qaza olduk. Hop! Kütüyeliş hizmetini derhal orunlaştırım ben. Ha! Uqtum. Assalomu alaykum Navruz. Voy, va alaykum assalom Sabir efendi. Bundaq soğuqda nemish qilyapsiz? Hammaylarning uyida ochliq tugab ketgan tursa, yana nima ish qilatdim? Hozir imom xonimga taxti choy olib berib kelyapman. Shu banada Niyoz tog'amga ozroq choy ag'ash keldim. Sabir efendi, uy kirib bir piyola choy ichib oldi menga. Rahmat bo'ldi. Imom xonimning uyida choy ichib kelgan. Bu choyni Niyoz tog'amga berib qo'yasiz. Rahmat sizga. Arzimaydi. Xo'sh amsa. Xo'sh. Men mangay Novruz. Xo'sh amsa. Rahmat ha.
Sizga choy qaynatib qo'ydim. Men kalini beqib kiray. Bo'ron chiqib qolarmikan? Bo'ldi, bormang. Yiroqqa bormayman. Kalini qo'tandan chiqarmag'ili bir qancha kun bo'lib qoldi. Talog'i o'zini aytibla turdi. Hey, bu ocharchilikmi tugamayli ketdi. Bir qancha kundan keyin uni so'yib etamizmikin texi. Birdamdila qaytib kelaman. Bo'pti. Amisa balduroq qaytib keling, ha? Ma'qul. Yengcan, Pinham Mervayet'ten haber geldi. Azatlık Arimi'nin karayını bugün Kaşgar'dan yolga çıkıptı. 3 günden keyin Tahar'a yetip keledigan. Bu mu Tanrı'nın iltifatı? Cahandar Yengcan'ı çağırıp gel. Obdarak məsləhətli şey olaylı. Hop. Gülendam. Amir. Sizni endi meni yo'qlab kelmaydigan chig'i debdikanman. Oldin qatim Muzdaq bag'rida qanchalik hasrat chekkanimni bilamsiz? Bilaman. Biroq bizning intizomimiz bor. Men Payjonga va'da bergan. Gülendam. Qahatchilik bek uzoq davom qildi. Qo'sig'ingiz echib ketgandi, ha? Bu men tejab qolgan pechinilar edi. Amir, bana sizle muşandaq kuyunisiz. Men rastalla xatoyatli xo'p qoptikanman. Amir, sizga yotliq bo'lishni bekma orzu qilatdim. Shunga sizni har vaqt sig'indigan bo'lib qoldim. Gülendam. Bunda qilma. Gülendam! Siz azatlık armiya bo'lmasangiz-mi bo'ptikan? O chaqda meni elib ketalaytdingiz. Men hech nimaga tortishmaydim. Biroq hozir bizga bek o'g'il bo'ldi. Yo'q. Siz Navruzning xotini bo'lib bo'ldingiz. Buningdan boshqa gapingiz yo'qmi? Bu gapni menga 3 qatim deb bo'ldingiz. Har qatim anglag'animda yuragim puchilinib, xuddi tigi yo'qonga tushib ketayotgandek ümitsizlanib ketdim. Buni bilaman. Biroq ikkimizning ishi mumkin bo'lmaydi. Gülendam. Men til qisqinchiligingizni tushunaman. Menmi o'zimni odamning hayotida bu degan qanchalik ish edi. O'lim xavfiga chidgan odam uchun buning chidayolmagandek nimasi bor deb izlab boqaman. Biroq yanada chidayolmadim. Gülendam! Gülendam! Hocam! Gülendam! Gülendam! Ne etdi? Putungiz og'rib ketdimi? Bek og'rib ketdi. Qalbaqili chiqmang desam unamaysiz. Bu yerga nima qilib kelgandingiz? Og'riqning dastidan chidayolmayapsam, yana mendan og'rinyapsiz-ku. Men yo'lab mangay. Avaylang, ha? Avaylab meni.
这样红，哎，红得好像燃烧的火，它像正着春。